Assalomu alaykum bizni internet tarmoqlari orqali kuzatib o'tirgan qadrli do'stlar, hurmatli podpisчиклар, sog' salomatmisizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Yana bir bora sizlar bilan internet tarmoqlari orqali YouTube, Instagram orqali görüşüp turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sog' va salomat bo'laysizlar. Bugun Urgan shahri mana Sanoatchilar ko'chasida yaxshi bir inson, yaxshi bir qadrdon og'amiz Fayzulla akamiz, Karim ya'ni Fayzulla hoji bobomizni yangi ofislari, yangi binolari. Endi bu insondan bir 2-3 brend bor. Faiz Metal, Aziya Metal. Bu aytishlarimga qaraganda Aziya Metalning yangi ofisi ekan. Kimga bir mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, sho'ra gap zakaz berasiz. Zakazlar pullari sho'rda to'lanadi, keyin xonadoningizga o'zlari olib borib beraveradilar. Qisqacha ofisni qiladigan ishlar haqida mazgina aytib o'tdik. Demak, mana shu ofisi, mana shu Aziya Metalning yangi ofisini Rise Group kompaniyamiz tomonidan qimmatbaho, zo'r, odamni xoritmaydigan, odam o'zigacha bir motivatsiya beradigan ishlarni qo'yib berganmiz, xizmat qilganmiz. Demak, shu qilgan xizmatlarimizni video davomida ko'rib bahosini berishlaringiz mumkin. Demak, ekran oldida yaxshilab o'tirib olasizlar. Kanalimiz yangi bo'lgani uchun like, podpiska bosib qo'yish yoddan chiqmasin, kommentariy yozish yoddan chiqmasin. Hoji bobomiz endi bu proyektlarni xizmatimiz qilib berganmiz. Endi yanında yana bir yangi proyekt bor ekan. Bu proyektdan xudo xolasa kompaniyamiz eshiklarini o'rnatib beramiz. Chunki beram xalqimizga yaxshi xizmat qiladigan ajoyib ofis bo'layotir. Ya'ni Faiz Metal mebel jihozlarini, mebelni jihozlari sotiladigan yer bo'layotir. Ya'ni jihozlarni optimi mebel narsalarga kerak bo'ladigan bo'lsa, kurs arzon narxlarda, optim narxlarda kelib xarid qilaverasizlar. Xudo xolasa bir obzorni ham inshaalloh yaxshi niyat qilib qo'ysangizlar, bizlardan uzoqlashmasangizlar, podpiska bosib qo'ysangizlar, bernam mebel, Faiz Mebelni inshaalloh ofisini ham birgalikda obzor qilamiz keyingi sonlarimizda. Shuni ko'rib borish uchun yoddan chiqmasin. Podpiska bosib qo'yasizlar. Demak, ekran oldida yaxshilab o'tirib olasizlar. Biza obzorimizni boshladik. Ga, ergash. Qadrli do'stlar, ko'rib turganlaringizning Aziya Metal kompaniyasining yangi ofisini kirib oldik inshaalloh. Ko'rib turganlaringizning bu zdaniyamizda, bu ofisimizda insoniyatga kerak bo'lgan hamma shart-sharoitlar mavjud. O'zgacha interyer, o'zgacha dizayn asosida, o'zgacha uslubda qurilgan bu yangi ofisimizni bizani Rise Group kompaniyamizning eshiklari yanada go'zallashtirgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Yaqinroq kelsangizlar, eshiklar haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Demak, ko'rib turganlaringizning qadrli podpischilar, bu eshiklarimiz neoklassik uslubidagi o'zgacha svet, mana internetda yoqib qo'ydik, ko'pchilik xabar bor. Bu eshikimizda endi internetdan Google'dan qidirib ko'rsak, bu eshikimiz sveti Temniy Salatoydan nomlanadi. Yaqinroq kelishingiz mumkin. Yaqinroq kelsangiz Temniy Salatoyniki bilinadi. Arqaga qarang. Arqaga 2 odim o'tgan bo'lsangiz, 2 odim o'tgansangiz, qop-qoralik ko'rinadi. Yaqinroq kelasiz, Temniy Salatoy, sal uzoqlashasiz, qara. Yana yaqinroq keladigansangiz, eshikimiz katta, ko'pchilik savol beradi, bizlarga kommentariyada, Instagram, internetda savol beradilar. Sizda pul 2 yona 90 kichkina eshikdan ishlaysizlarmi? Pul birli eshikdan yo'q, bizda muammosi yo'q, eshikning razmeri muammosi yo'q. Ko'rib turganlaringizdek, bu eshikimizning razmeri ham yana o'z bo'yim 1.75 bo'l bilan qo'limni cho'qsam 2,5 metrlarga bo'ladi. Shundan qo'lim yetmay turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Baland eshiklar. Albatta bu zdaniya yanada go'zallik baxshiladi. Chunki zdaniyamiz katta, ofisimiz katta. Qo'limni cho'qsam hech qilib yetmadi. Shunda salkam 2,5 metrlik eshiklar. Ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin. E'tibor etganmizlar, bu narsalarimiz, qulloblarimiz, ya'ni qulloblarimiz 4 qullab qo'yilgan bu yerda. 1, 3, 4 eshik balandligini inobatga olgan holda bu nima deyiladi bo'yicha? Fotonlarimiz sari svet bo'lgani uchun mijozlarimizning xohishiga qarab ruchkasini ham sari svetda tanlaymiz. Yurib bahosini berishimiz mumkin. Shuyimiz ham, zamokimiz ham zolotoy oltin svetda, zamoklari bu magnit versiyada. Yaqinroq kelamiz. Reklamish versiyasini birgalikda kuzatamiz. Yapıldı. Tarsan açılmadı. Aslında açıladi.
magnitli versiyadagi zamoklar qo'yilgan. Görüp bahasına başlayınız mümkün. Yakkan olsa bu like basıp kommentarlarda zor muayyen etmesine. İnşallah sizler ofislerinizde şunu işlersiniz. İnşallah hizmet kılamız. Niyet kılalımıza bu like basıp. Demek bu Azemetan'ın yeni ofisine ondan artık eşitlerimiz, gameplay hizmetleri kalaverse, Dabor'un ayışık hizmetlerine hizmet göstereceğimiz. Hazır video davamında buna hizmetlerimizi görüp bahasını verişleriniz mümkün var. Birinci kılavamızda 1, 2, 3, 4 eşik. Hemen zıvırtılı razmerde. Demek bu sizlerle ofisli bağlamba ikinci etajdan mevcut. Hazır sizlerden birlikte ofisimizde Azemetan'ın ofisinin ikinci kavatına birlikte yol alamız. Kadrolu dostlar, Azemetan kompaniyasının showroomuna, ofisine çıkınca halk kaldı. İkinci etajdan ben hayat çıktı. Görüp bahasını verişleriniz mümkün. İkinci kavatımıza kadar işe. Beni görünce Hacı babamın özünün xanası, bence bir özünün xanasımıza gerek. Dua etmeyken. Özünün xanası, kalerse buğalterler, xadımlar, oturup demadan. Özellikle bu. Uzlinde kandisayında bir demalara girdi. Bekle. Yarım saat, bir saat. Köprü demaları çünkü iş yükleri. 1, 2, 3, 4. Gerek. 3, 4 oldu mu? 1. Yine 5. iş. Bırak bir görsün. 2. Düzüklü hacı bu. Bundan da sınav işte. Altıncısı. Türkçelik soruydu. San üzerlere vaniye, sana ekimdeki işlem koyda olanları. Aynı koydu. Rezveler gerekirse. San üzerlere koydular, rezveler eşlikte. Çanlarda olan çok ulaştığı görsel şirketler faaliyete getirdik. Hammasi güzel. Özü bu Azemetan ve Azemetan bu şekilde so'ragan uchun kichkina eslatmani berib o'tishni. Bu kompaniya oddiy yo'l bilan metal, ya'ni demir mahsulotlari bilan xalqimizga xizmat qilib kelyaptilar. Yine hozir aynan ochib kadrda bir kadr ko'rsatib o'tishdi. Demirlerin kanı bulma. Demirlerin kanıdır bu faiz metal. Adamların canıdır bu faiz metal. Demirlerin kanıdır bu faiz metal. Ayrılalım. Bu makrada şu şey. Demek kadrlı dostlar, görgen bolsanız da alana biz geçelim. Farklıdan başına. Demek dostlar görgen bolsanız da faiz metalını, Aziya metalını ofisine kısaca bir gösterip öttik. Hem Xudo xolasa böyle köçüp gelenler bilen keyin inşallah demir satib olmaga kelgan yo'l bir intervyu olamiz, bir intervyu ko'rsatamiz. Alloh nasib eylesin. Sizlar bilan xayrlashamiz. Sog'lik, salomatlikda, bag'ri butunlikda keyingi video ko'rsatuvlarda, keyingi proyektlarda ko'rishguncha xayr, salomatlik bo'lin deymiz. Kanalımız taze olan için like button'ga basıp qo'yishdan chiqmasin. Xudo xolasa podpishka qilsangizlar, bizlar ham inshaalloh sizlarga xizmat ko'rsatishdan mamnun bo'lamiz. Niyat qilganimizda bir like basıp qo'yasizlar, shu izlanmalar, shu videolarni yashashni niyat qilgan bo'lsa, like basıp qo'yish yoddan chiqmasin. Demak, qadrli do'stlar, mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bizlar xizmatdamiz. Sizlar bilan xayrlashamiz. Sog'lik, salomatlikda, bag'ri butunlikda keyingi proyektlarda, keyingi ko'rsatuvlarda tushguncha xayr, omon bo'lin.